Yo, hammaga assalomu alaykum. Biz GBP parasidamiz. Funt degan bo'ladi. Okay. Weekly dan boshlaydigan bo'lsa, men bu Candle menga yoqmayapti, nimagadir. Okay deymiz. Buni hayni olib, necha marta past yopilyapti narx. Demak, bu yerda signal beryapti. Biza dotdi FVG ga, weekly FVG ga tushaman dotdi. Okay deymiz. Bizaga tushsan tushur deymiz. Bizaga farqi yo'q deymiz ada. Bizada bu target nuqta degan bo'ladi, magnit nuqta degan bo'ladi. Hammasi kiraveradi. Okay. Narxi biza weekly FVG ga tushishini kutaman o'zim. Okay. Weekly desarti bor. Endi daily desarti qidiramiz. Daily desarti qidiradigan bu weekly niki. Daily desarti qidiradigan bo'lsa ham, liquid echilgan, idealniy. Bu yerda bizada qaysi kun bu? Sreda 3-kun bizada sarti bo'lgan. Okay, bu move skip qildi biz o'tqiza oldik. Glavnisi sartimiz bor. Daily da ham, weekly da ham. Bu bizada daily high bo'ladi. Bu bizada weekly high bo'ladi. Okay, daily da ham bor sarti bizada, weekly da ham bor. Endi biza H4 da qidirishimiz kerak. Bizani target nuqta, конечно, bu yoq bo'ladi. Target nuqta degani, xudo xolasa shu hafta shu yerga kelamiz degani desam bo'ladi. Okay, H4 ga siyart qidirgan bo'lsa, o'zi kecha ham ko'rib o'tirdim, yevroda sel qaradim, bunda ham GBP dan sel qaradim. Potom bu yerda katta liquid bo'lgan, bu yoqni hunt qilgan. Okay, hunt qilgan. To'xtaylar, mana qilib qo'y. Chiroyli ko'rinadi. Okay, bizada liquid echilgandan keyingi harakat. Kecha bu yerda siyarti bo'ldi bizada. Men bu move o'tkazardim. Chunki yevroda sel ishladim men. Bunda sel ishlash kallamga umuman nixuya kelgani yo'q. Uzr. H4 da ham siyarti bor bizada. Keyin bizani target nuqtamiz bu yoq botib to'g'rimi? Narx weekly high da yechib oqyapti. FVG OT degani OT ga narx tushib oqdi. Narx OT ga oqqandan keyin bizada bu yoqda oldin buy ga ishlab bergan FVG bizada endi buzib o'tilib, sel ishlab berilishi kerak. Bu men o'zimni modelim desa ham, yo'q, o'zimniki emas. Lekin ko'p ishlatadigan o'zim modelim. Bot buy ga ishlab bergan, bu yoqni hunt qilishga o'sha olib bergan FVG PDRay bizaga teskarida zo'r ishlab beradi ekan ishni. Bu yoqgacha menimcha payshanba kuni kelsa kerak. Payshanba kunlari, payshanba, juma uje olinadi xudo xolasa bu target. Ungacha biza bu FVG ga chiqib, IFVG plus FVG bo'lib qoladi. Keyin candle ochilsa bu yoqda FVG ham bo'lib qoladi. Bu yoqga FVG chiqishini kutamiz edi, keyin Mamitlardan o'zi sel qarashni boshlaymiz. Targetimiz bor. Okay, bizada bu yoqda OB ham bor ekan. Optional OB degan bo'ladi, KSD degan bo'ladi. Farqi yo'q vashshi. Вот shunaqa ssenariy. Вот mana OB ga chiqsa agar shunaqa ssenariy kutaman. Target nuqta bu yoq bizada. Вот H1 kirib qoladigan bo'lsa, H1 da H1 da ham bizada IFVG bor ekan. Lekin buni hali buzib o'tmamiz. Da buzib o'tganmiz, lekin bu chiroyli buzib o'tilish emas. Men buni IFVG qilib ishlatsak bo'ladi. Bu yoq nuqtani, bu yoq tochkani ishlatsak bo'ladi, chunki FVG tashalgan, narx kelgan, reaksiya berib, hayda yechishga yordam bergan FVG bizada idealniy bo'ladi. Поэтому munda. Hunt bu yoqgacha shunaqa ishlasak bo'ladi. Men ming'illayman, uzr. Вот, lekin bu yoq opasniyroq. Bu yoq ishlab bermaydi menimcha. Tinchgina. Men bu IFVG ning ichida CRT qidirishimiz kerak. If все, bizning ishimiz mana shu bo'ldi.
Mana shu chiqadi, CRT qidiramiz, ichida и всё. Bang'ir bung'ir bayga, selga xant qilib ko'rsak bo'ladi bu yo'gacha. Короче, mana shunaqa ideya, gapni cho'zmay. Okey, hammaga rahmat, charchamanglar. Aga.